Dunyoga mashhur Mars kompaniyasi endi O'zbekistondan yer yong'oq sotib olishni boshlaydi. Gap shundaki, Deno Agrostar ixtisoslashgan kompaniyasi Olima Mag'firat Omonova hamda Global Export kompaniyasi bilan hamkorlikda yer yong'oqning mumtoz navini Marsning tekshiruvlaridan muvaffaqiyatli o'tkazishga erishdi. Mahalliy yer yong'oq dunyodagi eng yirik qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kompaniyaning talablariga to'la mos kelgan. Imzolangan memorandumga ko'ra yillik hajm 10 ming tonnani tashkil etadi. Respublikamizda 1948-yilda yaratilgan Toshkent bir Tashkentskiy brezi 12 yer yong'oq navi keng tarqalgan bo'lib, ushbu nav shu kunga qadar fermalarimiz tomonidan yetishtirilib kelinar edi. Lekin so'nggi 5 yil, 10 yilda bu navning dunyo bozoridagi narxi juda ham pasayib ketdi. Buning asosiy birinchi kamchiligi urug'ining juda maydaligi, shaklining turli xilligi bo'lsa, ikkinchi kamchiligi hozirgi vaqtda bu navning hosildorligini keskin pasayib ketgani. 2025-yil Deno hududida eng yuqori olingan yer yong'oq 1,5 tonna bo'lgan bo'lsa, eng past ko'rsatkich 600 kilogramm tashkil etdi. Agrostar Holding hamkorlikda biz mavjud bo'lgan navlarni Amerikaning Mars kompaniyasini testlardan, ya'ni tekshiruvdan o'tkazishga muvaffaq bo'ldik. Hozirgi vaqtda bizda mumtoz navimiz Amerikaning o'sha Mars kompaniyasining talablariga to'liq mos keldi. Ayni vaqtda bu o'sha navning ham urug'chiligini tashkil etishga harakat qilyapmiz. Bu navlar yong'oqlarning o'lchamlari, rangi va shakli bir xilligi bilan ajralib turadi. O'sha Mars kompaniyasi bilan qilinayotgan shartnomani mustahkamlash uchun ayni vaqtda yana Argentinadan Mars kompaniyasidagi o'sha mutaxassislarning takliflari bilan berilgan yana ikkita navni urug'larni keltiryapmiz. Hozirgi vaqtda Surxondaryo iqlim sharoitini adaptatsiyadan o'tkazamiz va ularning urug'chilikni yo'lga qo'yishga harakat qilamiz. Yer yong'oqlar Mars kompaniyasiga tozalangan holda eksport qilinadi. Hozirda Deno Agrostar tomonidan 60 gektar maydonda Mars kompaniyasining texnik talablariga mos keladigan yer yong'oq navlarining urug'chiligini tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yer yong'oqlarni yetkazib berish kelishuvga muvofiq 2027-yildan boshlanadi.